Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ikimiz Urganch shahar Versal City'da 1-qavatda 136 metr kvadrat pod ключ kvartiramiz sotiladi. Bahasi 1 metr kvadrati 5,5 million so'mdan, общий bahasi 60 ming dollar bo'ladi. Gaz, svet, suvda muammosi yo'q, dokumentlar ham taq, kirpishli dom bo'ladi. Hozir kvartiraning ichki qismini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ichki qismini ko'rib chiqamiz. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Отпечаткали, kodli ishlab qo'yilgan, sifatli, чистый sepni eshikning. Bunda kameralar ham bor, domofonlari o'zida. Ko'rishingiz mumkin. Hozir beklansa ochilmaydi. Ichki tarafini ko'rsatib o'tamiz. Shuning smart eshigi. Ko'chadagi odamlar ham ko'rsangiz bo'ladi. Ko'chadan ochilmaydi. Ichkidan ochiladi, ya kod bilan ochiladi. Ishdan girdik. Shuning prixoshka mebellari qo'yilgan. Shuning koridor pastga tushib ketasizlar. Pazdan bir xona o'tiribdi, kuxnyasi, zali, sanuzellar отдельно, banda spalnisi bor. Общий kvadrat metri 136 metr kvadrat. Bahasi 1 metr kvadrati 5,5 million so'mdan, общий bahasi 63 ming dollar bo'ladi. Yevro remont bo'lib turibdi. Hozir bir qator obzor etib o'tamiz. Girganimiz bitta kafe bo'lgan ekan. To'pli pol bellarimiz, parkent pollar bosilgan. Past podvaldan bosh beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir chetdan ko'rsatib o'tamiz. Oppoq eshiklar qo'yilgan, zinalari quyma. Bu spesialni shunab tuzatilgan. Boshqa podvallarning baland emas, bu yer podval ham baland. Aynalar ham ullu, imzoni aynalari qo'yilgan, aynalar ham yaxshisidan qo'yilgan. Zakaz etilgan, почти stenli kotyollar bu yerda joylashgan, aristollari joylashgan, to'pli pol berimiz, полностью berlar ham pesochni attachento bo'lgan, lyustralar asilgan, bu yerdan ham zolat foydalansangiz bo'ladi. Perdalar bor. Tak. Chiqdik. Ayna, romikana, bandam romikanasi. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyasi ham normalniy. O'zingizda o'tirib ovqatlansangiz 4 odamlik stul. Stollar ham yaxshisidan. Bu yerda kuxnya mebellar qo'yilgan, moykasi, gaz plitasi, vitishkasi, shishali. Hozirgi zamonaviy perdalar qo'yilgan, aynalar ham yaxshisidan qo'yilgan, batareyalar bor. Ham miratda cho'nto birala qo'yilgan ekan. Uyimizda gap yo'q. Polni remontdan chiqib turibdi, to'g'ri olib kirib yashaysizlar. Mana qapoq qo'yib beriladi. Berimiz zal. Ko'rishingiz mumkin. Elektriklarimiz laminat pol, parkent pol, gilamlar tashalgan, devorlar attachento, ramkalar bilan ishlangan, nochnoy biralari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. 4 tane. Perdalarimiz ham yaxshisidan qo'yilib turibdi, patrofli gipsokarton bo'ladi. Ustrolar asilgan. Eshiklar ham mana shunday oppoq eshiklar qo'yilgan. Berimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzel ham полностью kafel bo'lgan. Vannasi qo'yilgan. Bu yer kafel. Bu yer mana seriya bilan temniy, nima deydi? Qora kafel kombinatsiya etilgan simsitlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Rakovinasi kir mashinani ham shu yerga joylashtirib turadi. Dalshi bu yerimizda hojatxonasi отдельно joylashgan. Osmoniy tozlari, bu yerda polka bosiladan ko'rishingiz mumkin. Cho'p taxlab turadi. Bu yerda esa spalnisi bo'ladi. Devorlar attachento, berlan daraqlarni ko'rtuslar, bular hammasi gips. Bu yer shisha ichi. Potolokdan cho'tkali ishlab qo'yibdilar, lyustralar asilgan, perdalari qo'yilgan, aynalar sho'tkalar ham bor даже. Nochnoy biralari bilan. 136 kvadrat, 1 metr kvadrati 5,5 million so'mdan tushadi. Общий bahasi 63 ming dollar. Yevro remont kvartiramiz sotiladi. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Mulk egasini nomerini yozib qo'yamiz. Lokatsiyani tushuntirib o'tdik. Urganch Versal City'da bo'ladi. 1-etaj, kirpishli dom. Gaz, svet, suvlari bor. Dokumentlar ham taxt. To'g'ri, oldi o'tirib olaverasizlar. Video yakunlaymiz. Sog' salomat bo'lasizlar.